Hürmetli milletveşlerimiz, men bugün sizni Tatar işmekerleri forumunda o'zlarining yetiştire turgan tovarlari bilan qatnashuvchi Astirxondan kelgan Bekshurayevlar oilasi bilan tanishtiram. Esenmisiz? Xayrli kun, esenmiz. Mana boshda ismlaringizni aytib ketingiz hele. Mening ismim Rinat. Men endi qaylabizning boshlig'i deb aytdik. Sizning ismingiz? Men Diana. Rinat, aytingiz hele, mana Diana bilan siz endi necha yil birga yashaysiz? O'zingizning oilangiz bilan boshda tanishtirasiz. Biz endi onun bilan 15 yildan endi ortiqroq tanish. Biz ikkimiz-de Tatar avlundan, ya'ni Qaysi avlun? Men o'zim Kaminli avlundan, mening halal jifitim Yangi Bulg'or avlundan. Bizning avllarimiz yanasha turmaydi. Shulay endi taqdirimiz shunday to'g'ri kelgan, bizga birga uchrashishga Alloh taolaning endi shunday zati bo'lgandir, endi qo'yilgani shulayga. 5-6 yil birga g'ayla qurdik, ofitsial ravishda deb aytayim. 2 bolayimiz bor, 2 bolamiz. Birisi Muslim, birisi Sabir ismli. Shuna o'zimizning g'aylamizni olib borabizda, ham biznesimiz bilan endi avul xo'jalik bilan bir shiratda shug'ullanamiz. Astrxon ilkasida yashagach endi biz Astrxon ilkasida bayli o'simliklar bilan shug'ullanamiz. U birinchidan endi qarbiz qovun o'simligi. Ham endi alhamdulillah bultirdan olib biz o'stirgan produksiyamizni ishkirtada boshladik. 6 naminavanli produksiya hozir mana bugungi ko'rgazmada biz buni taqdim etdik. Narsa endi bu sizning qarbiz qovunlardan ishlaysizmi? Narsa ishlaysiz? Qarbiz qovunlardan ishlaymiz. Birinchi endi bizning eng qiziqtira turgan produksiyamiz birovni da vayimsiz qoldirmau, ul qarbizdan bal yasaymiz biz. Buna nishi? Shulay. Lakin ul balni bal qirtlari yasamay, biz ana o'zimiz bal qirt ravishda yasaymiz. Siz o'zingizda bal qirtlari kibigida qadar ishchin? Bal qirtlar kibikmeyni, qirmizga kibikmeyni tarishamiz. Foydasiga bo'lsin. Nishik biz ana ishlaymiz? Biz qarbizning uzagini, yumshog'ini ta'minasini chiqarib, orliqlarini ayirib, uzoqqina vaqt ani qaynatamiz. U bizning burungi abi bobolarimizning retsepti bo'yicha. Bizning tibakda endi bizning yashagan o'rinlarda ul retseptura shulay saqlanib qolganda, ham endi hamanga xatlim mana shularga pishirib kelalar. Biz endi mana uni biznes ravishina shunday bir ta'mli startap deb endi dunyoga avrildi, ul chiqardik. Ikkinchi naminavan ul qarbizning qaynatmasi, qovun qaynatmasi, kiptirilgan qovun ham qaqlagan tomat, pomidorlar chiqara boshladik. Mana nishik. Ul bitalimni o'zinchalikli produksiyalar yetishtirasiz. Lekin bitali yetishtiruv bir xil, uni bitali sotirga kerak, uni o'rnashtirishga kerak. Mana bu masala nishik. Alhamdulillah, u bizning shunday bir kreativ fikrimiz bo'lgach, xalq bek qiziqib olani, bek zorigib ketayani. Biz mana bultirgi sezondan butun ishlagan produksiyamizni уже bitirdik bir necha oy oldin. Endi mana ketamiz, qachonsin yangi sezon kelib chiqirdi endi. Nechun bu sezon produksiya biz uni qishda o'stira olmaymiz bit endi. Shuning orqali mana pishirib qo'ydikda, bultir endi shunday bir eksperiment ravishida edi. Bu yil endi biz aborotlarimizni, o'zimizning umidlarimizni orttirishga turamiz. Rinat, aytingiz hele, mana bu biznes bilan shug'ullanish ideyasi qachon keldi? Uylangancha o'tmi, uylangachmi? Bizning tarkibimiz, bizning g'aylamizdagi xalqimiz endi tug'anlarimiz ular barisi kreativ fikr bilan quruq qolmaganda kreativ fikrdan deb aytayim. Yosh buvinlarda, qard buvinlarda bizga allanday ideyalar bera. Shunday aytganda biz halal jifitim bilan ikkovlashib keldik shunday fikrga. Ne uchun ishkartu ul yangi bir adım üstürü anda shunday aybirlar bilan shug'ullanib ul bir shunday bir g'aji ishkina deb o'ylaymiz. Ishkarti endi olga toba borudi biz o'ylaymiz. Shunga ko'ra biz tuqtarga bir o'rinda rizo tugul, harakatda barakat deb olga toba atladik-da, mana shunday mana agra shunday qiziq startap endi boshlab yubordik deb aytayim. Rinat, mana bu so'rovim endi hozir biznesga qo'g'ilmay turganroq so'rov ayma. Shit tubakda Tatar oilasini saqlab, mana shulay motor etib o'zimizning sof Tatar tilida сөйләшib, o'zingizning hali ishingizni de olib borib, motor oilangizni qurib yashash uchun shit tubakdagi Tatarlarga narsa kerak? Bilasizmi, Rizo Faxriddinning so'zlari o'yga kela, isga kela, tilni din saqlaydi, dinni til saqlaydi deb aytgan endi u. Shunga ko'ra u birinchi albatta qoida tilni dinni saqlar uchun
ул гаиләдә булырга тиеш, үзебездән барысы да тора. Менә 80% турышканыбыз үзебездән тора. Әгәр аялмасак, әгәр алга таба атласак, әгәр үзебезнең телебезне саклап, үзебез белән, үзебезнең тарихыбыз белән, булган шәхесләребез белән мактанып, горурланып алга таба барсак, безне берәү дә сондырмас, без югалмасбыз дип уйлыйм. Менә минем мисалым гына, менә миндә иимдә бер шундый бер неформальный кагыйдә бар. Балаларым белән минем торганы татарча гына сөйләп, шундый бер кагыйдә куйдым. Иенең түренә кеше атлап кирдеме, рус телен, чит ил телен оныта да торган татарча гына сөйли. Менә шул әлбәттә файда бирә. Безнең мәктәбебездә, торган җиребездә татар дәресләре дә үтми. Менә мин үзем дә бер дәрес татар теле укыганым юк, чөнки булганы юк бездә дәресләр татар теле укытылмады да, укытылмый да. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, сөйләшеп киләбез бит инде. Яхшымы, яманмы, камил рәвештәме, юкмы, барыбер дә без инде сөйләшәбез. Менә без төп-түрі мисал дип әйтергә була. Әйтәм бит, барысы да үзебездән килә. Әмма ләкин мәктәпләрдә укыту ул да бик мөһим эш, ул булырга тиеш. Факультатив рәвештә түгел, дәрес булырга тиеш дип уйлыйм. Факультатив рәвештә дә булса да без куаныр да идек, бездә улсы да юк, кызганычка каршы. Балаларыгыз белән, демәк, өйдә татар телендә сөйләшеп, сез телебезне сакларга тырышасыз. Әйе, хәзер нинди генә уенчыклар юк, нинди генә кушымталар юк. Бүтән безгә ишекләр ачык бит инде. Торганы үзебездә шундый булырга тиеш максат, үзебезгә шул максатны куйсак, без телебезне югалтмаячакбыз. Ринат, мин сезгә зур уңышлар телим. Үзегезнең бизнесыгызда да, гаиләгездә дә, менә шулай гаиләдә дә, эштә дә чын хуҗа булып, милли гореф-гадәтләребезне саклап яшәргә язсын. Уңышлар сезгә. Амин, амин, рәхмәт.